Serialda yemagan somsasiga pul to'laganda aktyorimiz, personajimiz. Sizda ham shunaqa vaziyatlar bo'lganmi hayotingizda? Bunaqasi bo'lgan. Bunaqasi bo'lgan. Uzunroq lekin qisqa qilib aytib beraman. Xullas, ikkinchi kurs paytimizda men bo'lajak ayolim ko'rib noto'g'ri tushunmasin buni, o'ziga ham aytganman. Shu qishki ta'til paytida bir raqqosa qiz bo'lardi. Menga yoqardi. Kurs yo'q, u parallel potokda o'qigan, raqqosa bo'lgan, men aktyorskida o'qiganman. Kechqurun ketayotganimda u ham ketayotgan ekan. Endi men gap otishga fursat deb o'ylaganman-da, yo'q, shilqimlagan emas. Shuni kofe olib birga ichib ketganmizda, yonimizda uchastkavoy mashina o'tib ketib qolgan. Men uyga chiqib kuzatib qo'yganman uni. Ertasiga bizni institutga chaqirishgan. Nimaga sen dam olish paytida, ta'til paytida, o'qish yo'q paytda kechqurun ko'rishib, kofe ichib yuribsan, uyga chiqib kuzatib qo'ygansan deb. O'sha yerdan pastava bo'lganman. Keyin o'qishdan haydashganmiz. Ya mana keyin to'g'rilab tushuntirib hammasini unaqa bo'lmaganligini harakat qilamiz. Lekin baribir institutda deb gap so'z bo'lgan. Mana shu prosta ko'rishib, shunchaki kofe olib berganman, kuzatib qo'yganman, tamom, boshqa hech narsa bo'lmagan. Mana shu yemagan asoslangan puliga eng yomon. Sal qolgan ekan, o'shda ketishga gap yo'q. Shunaqa.